Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Shofirkon tumani Arabxona mahalla fuqarolar yig'ini Arabxona qishlog'i 7-uyda yashovchi Homidova Nigora Odilovna tomonidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga va Bosh prokuraturaga video murojaat. Hurmatli mas'ul rahbarlar, men Homidova Nigora Odilovna og'ir qayg'u va iztirob ichida sizlarga murojaat qilaman. Men oilamning boshqaruvchisini yo'qotgan, hayoti butunlay o'zgarib ketgan fuqaroman. 2026-yil 20-mart kuni soat 19:30 da G'ijduvon tumani Ichki ishlar bo'limi xodimi Istatov Sardor O'ktam o'g'li o'z boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomashina bilan yo'l transport hodisasi sodir etdi. Natijada mening turmush o'rtog'im Murodov Jo'rabek Elmurodovich og'ir tan jarohati olib, koma holatiga tushdi. Shu hodisa oqibatida yana bir fuqaro Qarayev Bobur ham tan jarohati olgan. Dastlab jabrlanganlar Shofirkon tumani kasalxonasiga olib borilgan. Lekin eng tashvishlisi, hodisa ishtirokchisi bo'lgan ichki ishlar xodimi tomonidan voqeani yashirish maqsadida shifokorlarga velosipeddan yiqildi deb noto'g'ri ma'lumot berib o'tiribdi. Men bu holatga guvoh bo'lib, darhol haqiqatni aytib, 102 raqami orqali huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berdim. Shundan so'ng turmush o'rtog'im Vobkent tumani shifoxonasiga o'tkazildi. U 32 kun davomida koma holatda hayot uchun kurashdi. Afsuski, 2026-yil 21-aprel soat 5 da vafot etdi. Men shu davr mobaynida uning yo'lida bo'lib, umid va iztirob ichida har bir soniyalarni o'tkazdim. U mening oilamni ustini boquvchisi edi. Uning yo'qotilishi meni hayotimni butunlay o'zgartirdi. Ammo meni eng ko'p qiynayotgan masala shuki, hodisa yuzasidan hozirgacha qanday tergov harakatlari olib borilayotgani menga ma'lum emas. Men jabrlanuvchi taraf sifatida chaqirilmadim. Mendan rasman ko'rsatma olinmadi. Holat yuzasidan hech qanday tushuntirish berilmadi. Shu sababli sizlardan iltimos qilamiz. Ushbu yo'l transport hodisasi yuzasidan to'liq, xolis va shaffof tergov olib borilishini, hodisaga aloqador ichki ishlar bo'limi xodimi Istatov Sardor O'ktam o'g'lining xatti-harakatlariga qonuniy baho berilishini, vafot etgan turmush o'rtog'im ishi yuzasidan barcha materiallar menga ochiqlanishini, mening jabrlanuvchi taraf sifatida tergov jarayoniga to'liq jalb etilishimni, aybdorlik alomatlari yuzasidan mavjud bo'lsa, qonun doirasida adolatli choralar ko'rishini ta'minlashingizni so'rayman. Men faqat bir narsani, adolatni va haqiqatni talab qilaman. Bu fojia yopiq qolmasligini, barcha holat qonuniy baholanishini istayman va iltimos qilib so'rayman.